Assalomu alaykum qadrli ishqibozlari. Bugun ko'pchilik so'ragan 7 kuchli motoblokni olishdan avval qayerlarga yaxshiroq e'tibor berish kerak degan akalarimiz uchun motoblok olayotgan vaqtda siz yaxshiroq sifatlisini olmoqchi bo'lsangiz, asosan e'tibor beradigan joylaringizni ko'rsatib o'tamiz. Videoni faqat oxirigacha ko'rib, like, podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Unday bo'lsa boshladik. Hozirgi vaqtda 7 kuchli motoblok olayotgan vaqtda ko'proq qaraydigan joylaringiz arqa plombalari hisoblanadi. Chunki deganda ko'p motoblokda arqa plombasi plastmassa bo'ladi. Bu plastmassa motobloklar asosan eng qimmati 3 million so'm bo'ladi, yoxud 3 million 100 minggacha bo'ladi. Bular birinchisi, agar arqa plombasi plastmassa bo'lib, korobkalarga o'yib yozilmagan bo'lsa, bu motoblokning narxi ham shu 3 million 100 atrofida bo'ladi. Yaxshi motobloklar arqa plombalari temirli, korobkalarga o'yib yozilgan, naklinka bo'lmaydi, moy miyachalar qo'yilgan bo'ladi. Chunki deganda mana bu narsani hamma tarafdan yulib vaqt yopishtirib qo'ysa bo'ladi, lekin mana o'yib yozilganda faqat zavod qilib beradi. Keyin arqa plombalarni ham temirli bo'lgani zavod qilib beradi asosan. Xuddi shunday original korobkalarga o'yib yozilgan yoxud baklarga o'yib yozilgan moy miyachalik yaxshi motoblok olaman desalaringiz, Toshkent shahri Arqbuloq bozoridan kelib, bemalol xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi. Bu yerdan 2 million 900 ming so'mdan boshlanadi motobloklarimiz 3 million 600 ming so'mgacha. Undan ham qimmatroq kerak degan akalarimiz uchun Zver, Vema degan motobloklarimiz bor mavjud. Kelaverasizlar, kalisi soni katta, bemalol o'zlaringiz tanlab olsalaringiz bo'ladi. Texa motoblogini so'ragan akalarimiz uchun mana 7 kuchli Texa motobloklarimiz original, baklariga ham o'yib yozilgan, korobkalariga ham yana o'yib yozilgan. Undan tashqari arqa plombalari ham temirli hisoblanadi, original. Bularda ko'p joyda ishlatilish qulayligi zo'rki, birinchisi sifat yaxshi chiqadi, korobkalariga arqa plombalar temirli, moy miyachali bo'lsa, motoblogingiz uzoq vaqt ishlab bera oladi. Ko'pchilik kommentariyada yozishar ekan, men avval olganman, men motoblogim zo'r ishlayapti, arqa plombasi plastmassa bo'lsa ham. To'g'ri, zo'r ishlaydi avvalgilari. Hozirgi vaqtda avvalgidek motoblok chiqmayapti. Shuning uchun olayotgan vaqtingiz shalarga yaxshi e'tibor berib olinglar. Hozir motobloklarda ham turma-turi ko'payib ketdi. Mana shunday ko'rgan bo'lsangiz, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kamida 15 xili, ya'ni undan tashqari bu yerda ham boshqacha variantlari mavjud. Ko'rayotgan bo'lsangiz, turlari ko'p. Shuning uchun olayotgan vaqtda asosiy e'tibor beradigan joylaringiz arqa plombalari temirli. Birinchisi temirli bo'lishi kerak. Korobkalarga o'yib yozilgan bo'lishi kerak. Eng kami bu naklinka bo'lmasligi kerak. Mana shu yerda ham naklinka qo'yapti. Keyin undan tashqari moy miyachalari обязательно bo'lishi kerak. Bu nima vazifa bo'yicha? Bu motoblogingizning motorini kuyishini oldini oladi. Moysiz ishlatib qo'ysangiz yoki kam moy solsangiz zavod bo'lmaydi. Shuni hisobiga. Keyin bu Yevropa rekord traktorimizda Texa motoblogining ustuvor tarafi bu pachimnilik balon bo'ladi. Pachimnilik balon bo'ladi, bemalol aylantirib olib yursalaringiz bo'ladi. Undan tashqari baklari katta, 5 litrlik katta baklardan qo'yilgan hisoblanadi. Bu motobloklarimiz hozir aksiyada 3 million 600 ming so'mdan kelasiz. Avval aksiyadagi narxi 3 million 900 edi. Hozirgi vaqtda kelib 3 million 600 ming so'mdan cheklanmagan miqdorda xarid qilib olib ketsalaringiz bo'ladi. Garantiyalari 1 yildan zavodskiy defektiga garantiya qilib beramiz. Menga 7 ga 9 motoblok kerak degan akalarimiz uchun 7 ga 9 markali, mana xohlaganga pachimnilik, xohlaganga 5 pachimnilik varianti 4,5 million so'mga 4 million 800 ming so'mdan qilib beramiz. Kesalardan kelishtirib chiroyli qilib beriladi biz qadrli obunachilarimiz uchun. Undan tashqari katta 9 17 salarkali, 17 salarkali motobloklar so'ragan akalarimiz uchun Aren firmasiga tegishli original Aren 17 ot kuchi 192 motorligi 7,5 million so'mdan qilib beramiz 1 yilga garantiyalar asosida. 9 ot kuchliga kerak degan akalarimiz uchun 9 ot kuchi starterli variant hisoblanadi. Sifatlari ham juda zo'r, reduktorlar qalin qilib ishlangan. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, arqa plombalari ham temirli, plastmasli arzon motobloklar turkmaga kirmaydi.
Motoblok korobkalari ham juda baquvvat qilib ishlangan. Aren motobloklarni ishlatgan akalarimiz bo'lsa, juda yaxshi biladi. Bunda ortiqcha gapirish kerak emas. 17 ot kuchi 7,5, 9 ot kuchliga esa 7 million so'm. Salarkali so'raganlar uchun 13 ot kuchi 188 motorli salarkaligimiz esa 8 million 500 ming so'mdan qilib beramiz aksiyada. Mana shoshiling, 13 ot kuchi salarkaligi 8 million 500 ming so'mdan. 10 talik salarkalik so'raganlar uchun boringki 7 million 500 ming so'mdan 10 ot kuchi salarkali Opak firmasiga tegishli salarkali motoblokimiz. 17 ot kuchi satelitli 4 ta richagi mavjud. Bu satelit 360 gradusga buriladi. Pachimlikli balon emas. Bu narxi 9 million 100 ming so'mga ocharlari bilan qilib beramiz. Satelitli varianti hisoblanadi. Bu 17 ot kuchi 192 motorli statorli varianti hisoblanadi. 9 million 100 ming so'mga. Yo'q, menga satelit emas, pachimnilik bo'lsin degan akalarimiz uchun pachimnilik varianti, rullari ham uzun. Bemalol jatga taqsangiz ham bo'laveradi. Ocharlari bilan 8,5 million so'mga qilib beramiz. Kelaverasizlar, xohlagan turdagi motobloklarni Toshkent shahri Arqloq bozoridan topishingiz mumkin. Like, podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Undan tashqari ko'plab puluk ocharlar kerak degan akalarimiz uchun hamma turdagi ocharlarimiz, puluklarimiz 7 ot kuchdan tortib 17 ot kuchga benzin salarkaliklari mavjud. Kichkina 5 ot kuchli motoblok so'raganlar akalarimiz uchun 2 million 300 ming so'mga ocharlari, ключ naborlari, boringki korobka mo'ylari bilan qilib beramiz. Bundan tashqari do'konimizga kiradigan bo'lsak, ko'plab motobloklarimiz uchun instrumentlar, uy xo'jaligi ishlatish uchun drill, bolgarka, shurpoyor, ключ nabor 6 tasi birdan naborimiz mavjud. Bu 6 tasi birdan naborimiz atga 100 dollar, perforatori, akkumulyatorni bolgarka, shurpoyori, arrasi, lazerni o'rin, lazerni metrlari, ajoyib naborlari bilan 100 dollarga shu turishda siz xarid qilib olishingiz mumkin. Like, podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin, qadrli YouTube ishqibozlar. Bu like, podpiska prosta bizni mehnatimizni qadrlayotganliklaringizlar va bizni yanada ishtiyoqmand bo'lib, sizlar uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni yetkazishimiz uchun. Bitta like, bitta podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Jonlaringiz sog' bo'lsin.